Zindonda yotgan Yahyo esa Masihning qilayotgan ishlarini eshitgach, o'z shogirdlaridan ikkitasini uning oldiga yuborib, keladigan qutqaruvchi senmisan yoki biz boshqasini kutaylikmi? deb undan so'ratdi. Iso javob berib ularga dedi: Boringlar. Eshitib ko'rayotganlaringizni Yahyoga bildiringlar. Ko'rlar ko'ryapti, cho'loqlar yuryapti, mohovlar tuzalyapti, karlar eshityapti, o'liklar tirilyapti va bechoralarga xushxabar e'lon qilinyapti. Meni deb vasvasaga tushmagan baxtlidir. Yahyoning shogirdlari jo'nayotgan paytida Iso xaloyiqqa Yahyo haqida gapira boshladi. Nima ko'rgani sahroga bordingizlar? Shamolda xilpirab turgan qamishnimi? Axir nima ko'rgani chiqdingizlar? Nafis kiyim kiygan odamnimi? Nafis kiyinganlar podshoh saroylarida bo'ladi-ku. Axir nima ko'rgani chiqdingizlar? Payg'ambarnimi? Ha, sizga aytamanki, payg'ambardan ham ulug' bo'lganini ko'rdingizlar. Bu kishi Tavrotda yozilganning xuddi o'zi. Men sendan avval elchimni yuborarman. U sening oldingda yo'l hozirlab yurar. Sizlarga chinini aytayin. Ayol zotidan tug'ilganlar orasida Yahyo payg'ambardan buyugi chiqqan emas. Shunga qaramay, osmon shohligida hatto eng kichik hisoblangan ham undan kattadir. Yahyo payg'ambar maydonga kelgan kunlardan to hozirgacha osmon shohligiga tajovuz qilib kelmoqdalar. Tajovuzkorlar dastasi uni bosib olishga zo'r bermoqda. Ma'lumki, Yahyogacha o'tgan barcha payg'ambarlar va shuningdek Tavrot bitiklari bo'lg'usi hodisalar haqida oldindan darak berib kelgan. Endi qabul qilishni istasangizlar, qaytib kelishi muqarrar bo'lgan Ilyos payg'ambar xuddi Yahyoning o'zidir. Kimning eshitar qulog'i bo'lsa, eshitsin.